Bolalari? Keldi! Dada, bering ko'tarishami? Bering ko'tarishami? Shoh Sulton sen ham ko'tarish? Yo, bu ko'tarish shart emas. Bu prosta tug'ilib mahalla to'yida olti obro'yimni ko'targanning o'zi yetadi. Ha, mayli siz shuni ko'taralang to'y bola. Ya bitbolon sal chetroqdan yuring. To'rtta qizim bor payt hammang pichir-pichir qilib chetlashtirding. Chetda yuradigan paytlar o'tdi endi. Nima deyapti bu dada? Jahli chiqmasin to'y bola. Yo, o'g'lim bilan birga bir ko'rasanmi? Taytormi bu? Ularga suv qo'ymanglar burgacha. Mayli, quying. Ha, siz o'zingiz jumlangizni qo'yib bersangiz ham yo'ramiz. Sizniki tabarruk to'y bola. Jiyan yaxshi yuribsanmi? Yaxshi, hamma toychog'imizga she'r aytib bersinmi? Yo, salt otib berasizmi, Shoh Sulton? Mashammangizga muncholig'izni ko'z-ko'z qilaverasiz. Shu ammamda xotinim ultug'maydi ajrash degan. Farzand xudo bersa xotin zot faqat qo'ldan ularga qisib qo'ya olmaydi-ku. Aralashmay turib sal mazza qiling. Shpagat ochib bersinmi? Menday qilib ochadi. Ha, obi jo'rajoq qayerga ketyapsan? Ha, ishga bir borib kelay. To'rtta qizing hademay yerga tegib ketsa, kecha kunduz kuchukda ishlab yiqqan terganingni kimga qoldirib ketasan? Shoh Sulton, toychog'im, amakilaringizga bitta ko'chingizdan berib qo'ying. Mana. Bu narsani kayfini faqat 4 ta qizdan keyin o'g'il ko'rganlar tushunadi xolos. To'g'rimi?